3 yoshli bolani operatsiya qildirishim kerak. Qatga olib borsam ham narkoz beramiz deyishyapti. O'zim narkozdan juda ham qo'rqaman. 3 yoshli bolaga ham narkoz beradimi? Narkoz olishdan qo'rish kerak emas. Eng tug'ilgan chaqaloqdan tortib, 80-100 yoshgacha bo'lgan insonlarga narkoz beriladi. Ularning yoshiga, kilogramga mos qilib beriladi. Shunaqangi bemorlar bo'ladiki, bizda shu yosh bolani operatsiya qilamiz, ketadi, uyga borib ota-onasiga "Ada, meni bizani aldashdi bular, biz operatsiya qilmadi. Shunchaki men bitta uxlab turdim-da, bo'ldi" deyshadi. Ertasi kun keladi, "Doktor, mana shunaqa dedi meni bolam" deb kuladi. Shunchalik narkozimiz yengil, bolaga zararsiz narkoz. Shuning uchun tavsiya qilamizki, albatta narkoz ostida bajarishga. Hozirda ingalyatsion, ya'ni gaz narkozi chiqib ketgan. Bu sevofluran va izofluran. Bolalarga asosan bizda sevofluran ishlatiladi. Bu bolani yeng uxlatiladi, ya'ni bolaga yoshiga, kilogramga mos qilib narkoz beriladi. U xuddi bitta uxlab turgandek bo'ladi. Bu xavfsiz tomoni, o'sha biza bajargan operatsiyani bola ko'rmaydi, his qilmaydi, qonni ko'rmaydi, qo'rqmaydi, psixik travma olmaydi. O'shaning uchun biz hamma tavsiya qilamizki, umumiy narkoz ostida bajarishga. Ko'pincha bemorlarga ota-onasiga narkoz qilamiz, umumiy narkozdami, общий narkozmi deydi. Undan qo'rqish kerak emas. Biz yoshiga, kilogramga mos qilib beriladi. Albatta bu yerda anesteziologlarga biz murojaat qilamiz, ular narkoz berishadi va albatta bu yerda tajribali anesteziolog zarur bo'ladi.